poydevor ham judayam ahmoq. Xohlagan narsasiga qo'l qo'yib ketaveradi. Xudo xolasa avtosalonni ham, kafesini ham o'zimga olaman. Bobojon, nimalar deyapsiz? Nima haqida gapiryapsiz? Imzo deysizmi, qo'l deysizmi? Avtosalonnimi gapirasizmi? Nima buni qarab qilishardi? Bundan tez chiqib ketish kerak. Bo'ldi. Bo'lam, yo'q, hech nima, prosti. Mayli, men ketdim, yaxshi o'tir. Nimagadir g'alati. Mayli. Nima bo'lsa bo'ldi. Pullarni olishimiz, ya'ni eshikni kilitini olishimiz kerak. Uyni barchaga assalomu alaykum. Bilasizlar, sizlar bilan prinsessa. Bugungi videorolikimda sizlarni ko'rib turibman. Bag'oyatda xursandman. Tak, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Men bu uyni kalitini olamiz va anaqa qilamiz. To'xtinglar, 2 hafta oldin men mashina berib ketgandim. Allo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. 2 hafta oldin mashinamni berib ketgandim. Tayyor bo'ldimi? Ha, tayyor bo'ldi. Kelavering. Xo'p, unda hozir boraman. Xo'p, mayli, hammasi tayyor. Kelavering. Hamma yo'g'ini tekshirib, o'zingiz ko'rasiz. Xo'p, mayli, hozir boraman. Obunachilik 2 hafta oldin men ustaga mashinani topshirib ketgandim, buzilib qoluvdi. O'zim avtosalonda ishlayman, lekin oddiy mashinada yuramiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Juda ham zo'r tabiat va chiroyli. Tak, mana bu tarafda adashmasam, mana shu yerda. Mana mashinalarimni ham hamma yoq ochilib yotibdi. Assalomu alaykum, mana bir bor mashina tayyor? Ha, tayyor. Uni olib ketishim mumkin, shunaqami? Ha, olib ketishingiz mumkin. Men bunda ularni yopib qo'yamiz, mana bu narsalarni. Keyin mendan qancha bo'ldi? Sen $65 berur. O'zi $100 bo'lardi, tanish bilishlik. Bobongni taniyman, o'shancha arzonga beraman. Okey. Hozir uyga borib $65 olib kelib, ustaga beramiz va mashinani ham o'shanda olib ketaveramiz. Ungacha sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Biz tezdan 5000 ga olishimiz kerak. Qani, mana bundan $1 olamiz, bo'ldi. O'lsinib $64 demadi, ya'ni bir stakan demadi. 65, men bu birdan отдельныйsi nimaga kerak? Men bu eshikni ilamiz, bo'ldi. Yopib qo'ydik, o'g'irlar tushmasligi uchun, sababi bu yoqda shuncha pulimiz turibdi. Ya'ni kafeni puli, avtosalonni pullari turibdi. Mana bu tarafda kafe bilan avtosalonim bor. Hammasiga o'zimning mehnatim bilan erishdim. Kolleksiyani bir bor, tak, men pullarni olib keldim. Xo'p, shu yerga qo'yur. Okey, mana shu yerga tashlayman unda. Mashinani olib ketsam bo'ladimi? Bemalol olib ketur. Okey, rahmat yana bir bor. Endi buzilib qolmaydi shunaqami? Yo'q, bemalol mazza qilib haydur. Okey, unda mazza qilib haydaymiz. Hozir endi kafega yoki avtosalonga boramiz. Ana qilish kerak. Hamma yoqni tekshirib, takoy nima bo'lsa hamda. Agarda men bu qismni, ya'ni bu videoni juda ham hamma joyini oladigan bo'lsam, o'zimning hayotimni juda ham uzun bo'lib ketadi. O'shaning uchun ikkinchi qismni ham chiqaramiz. Ikkinchi qism uchun 200 ta like. Shunday. Men bu mashinani xalaqit bermasligi uchun o'tadigan odamlarga shu chetroqda qo'yib qo'yamiz va buni ilamiz. Jin ursin. Qaranglar, hozir men sizlarga avtosalonimni ko'rsam, og'zinglar ochilib qoladi. Va mana bu yerda turaman va bu yerda mashinachalarim. Hozir bu yerda 4 ta mashina bor va men 4 ta mashinani yana zakaz qilib qo'yibman va bularni sotib bo'lgandan keyin foyda bilan yana sotib olib, o'zimga 2 stak 3 stak qoladi. Men bu musorlarni qaranglar, jin ursin. Umuman hech nimaga ulgurmayapman. O'shaning uchun ham musorlar to'lib ketgan. What the fuck? Odam to'lib ketdimi sirazi? Osganimda ko'z tegmasin. Jin ursin, bu yerlarda o'zi parrosha bormi, nima balo? Nima bo'ldi? Nima muammo? Hamma joy to'zg'ib yotibdi. Men bunda idishlar vosh yoqmadi, ketamiz. Menga ham yoqmadi, umuman yoqmadi, ketdim men ham. What? Nima? Bilasizlar? Men lekin o'zimga bu kafemga odam olmaydigan bo'lsam, aniq men minusga kirib ketaman. Plus men hozir 3-4 tacha odamni qochirdim bu yoqdan. Mayli, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Agarda odam chiqadigan bo'lsa, oyiga 300-400 ming so'm beraman, ishlaydigan bo'lsalar. Odamlardan hozir bu yo'lani aritib yoramiz. Nimaga desa juda ham g'alati, g'ashimni keltiryapti, musordek bo'lyapti. Kecha
odam ko'p keluvdi. Hammasi kofe ichib, ovqatlanib ketdi baralar bilan. Shu bilan hisim anaqamadi, salonga ham odam kelib qoldi. Shu bilan qolib ketdi. O'shaning uchun bularni tez-tez artvoramiz. Buncha tilimiz yeb chiqib ketyapti. Da videoga like bosib kanalga bo'lib qo'yinglar. Eskarimda tezda 5000 obunachiga erishishimiz kerak. Mana buni olib qo'yamiz va bo'ldi. Mayli endi ketamiz bu yoqdan. Bu yo'llarni yig'ishtirdik, bo'ldi. Endi nima desam bo'ladi? Avtosalonga boramiz. To'xtanglar. Men bu yerda narsa qolmadi kafeda. Hozir uramiz Bartga. Bart, qalay yaxshimisan? Do'koningda narsalar bormi? Ha, bor kelavering. Aha, xo'p, hozir boraman. Davay, kafeda narsa qolmadi. Mana kechqurun ham tushibdi. Hozir uxlab boramiz va uxlagandan keyin Bart oldiga borib, do'kondan narsalar sotib olamiz, ya'ni kafemiz uchun. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib turinglar. Biz hozir uxlab, takoy yotib, pullarni olib chiqib, do'konga ketamiz. Obunachilar, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezda hali yetganimda 5000 ta, hali 1000 ta ham bo'lmaydi. 5000 ta bo'lishimiz kerak. Jenursin tiqilib qoldi men bu yerga. Tak, uyga kiramiz va uxlaymiz va erta bilan sirrazi do'konga ketamiz. Bobom katta bo'lishi mumkin. Ha, mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Barchaga yana bir marta salom. Endi do'konga boramiz, ya'ni Bartmi? Adashmasam Bart edi nomi. Shu yerga boramiz va kafe uchun yeguliklar sotib olamiz. Ya'ni savdo bo'lishi uchun va keyin kafedan to'g'ri avtosalonga o'tamiz. Hamma pulimiz olganimiz yaxshi-da. Qani davay ketdik endi do'konga, keyin kafe hali yetganimdek. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'llab tursanglar yaxshi bo'ladi. Qani mashinani sekin haydash kerak, sababi kecha yana ta'mirdan chiqdi. Yana men minusga kirib, yo'g'i $65 o'zi $100 deydi. O'zi bitta balon yorilib ketdi, $100 devordi. Ha, mayli. Kiruvchimi? Ha, kiravering. Aha, bo'ldi. Qalay yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Menga har bir narsadan 15 ta kerak. Boshlanishiga oz-ozdan ham olaveramiz. Bunda yo'q ekan men bunda. Hamma narsadan 15 ta olib chiqaman. Hammasidan emas, o'zimga keraklilardan 15 ta. Aha, xo'p, shu yerdan olavering. Xo'p, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib turinglar. Men bu kofedan ham 15 ta olamiz. Juda ham qiyin bo'lyapti olish. Men bu Coca-Coladan ham 15 ta olamiz. No'man aytdim, ato menga reklama uchun pul to'lashmadi. Mayli, nima deymiz. Men bundan ham 15 ta va sabzidan ham 15 ta olamiz. Sabzimi adashmasam-da shu narsadan 15 ta olamiz va tovuqdan ham 15 ta olaveramiz. Ziyon qilmaydi, qayta savdomizni yaxshilab berish kerak. Sana narsalaring $128 bo'ladi. Qaytib bermaysanmi? Mayli, qaytib beraman. Unda bo'lsang 64 talik va qaytib bersang yaxshilaydi. 64 talik va 32 tadan menimcha beraman. Ana bo'ldi. Ozgina qaytding babu. Ozgina emas, minusga kiryapman babu. O'zini narxida berdim. Lekin yaxshi, rahmat. Obunachilar hamma narsasini oldik. Endi kafega borib bu narsalarni joylashtiramiz va nima deydi? Nima? Avtosalonga boramiz. Obunachilar ko'rasizlar, bizneslarim shu darajada ko'pligidan, plus men juda ham boyligimdan o'zimni ishlarimni ham nomini esimdan chiqarib boryapman. Mayli, sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Biz tezda 2000 jinursin nimalar bo'lyapti menda. Ha, mayli, men bu kafega kiramiz va narsalarni joylashtiramiz. Kafega odam olsam yaxshi bo'lardi. Oyga 500 ming, 300 ming so'm berib turardim. Sal yosh bolalar olamiz, yosh bolalar pulni qadrini bilmaydi. O'shaning uchun 1000 so'mlik, 2000 so'mlikdan ko'proq bersa, menga ko'p pul berdi va deb mazza qilib ishlaydi. O'shaning uchun yosh bola olamiz. Bo'lmasmi? Balki videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'linglar. Biz tezda 1000 ta bo'lishimiz kerak. Mana obunachilar avtosalonga ham kelib oldim. Endi odam kelishini kutib o'tiramiz. Mana bunda bitta odam kelyapti. Jo'xa kelyapti, Jo'xa. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat. Menga shu mashina kerak edi, o'zim xohlaganimni yoptirganim bo'laman. Aha, xo'p, tanlavering qaysi biri yoqsa. Mana shu qizil yoqdi narxi qancha? O'zi men hayotda umuman narsani narxiga qarab olmayman. Prosta narxini so'rayapman. Bu $400 turadi. Bo'ldi, gap yo'q, olaman. Mana hozir pulini tashiyman. Mana va mana. O, yana. Davay, tashuring. Bemalol tashuring. Inventarim to'lmadi hali. Davay. Qani, o'tirib ko'ring, bitta ko'ringlar yarashdimi? Qani, davay. O, ana. Ko'zmunchoqqa ko'z qo'ygandek chiroyli bo'lib turdi. Chotki. Ana-ku Ruslan, marketing degani shunaqa bo'lishi kerak. Mana-ku Ruslan, hozir keldim, hozir bitta mashinani sotib oldim. Endi buni ertaga uyga olib borish kerak. O, kimdir keldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Opajon, iltimos, shu ozgina yordam qilolmaysizmi? Yo'q, yordam qilolmayman, lekin bitta zo'r ish bor. Ishlaysizmi? Shu yerda ishlaysiz, kafeda, oddiy sotuvchi bo'lib. Bo'ldi opajon, bo'ldi. Oyiga 100 ming so'm bersangiz ham ishlayman. Mana ko'ryapsizmi yalinishimni? Mana oyiga 100 ming bersangiz ham. Bo'ldi, gap yorqamdan yuring. Tak, mana shu mani kafeyim. Odamlar kelganda narsalarni sotib turishingiz kerak bo'ladi. Oyiga 300 ming so'm beraman. 300 ming? Da 300 ming beraman. Sizga hamma joyini ko'rsatib berdim. Odamlarga yaxshi muomala qiling birinchidan, ikkinchidan ana qiling. Oylik to'lovini bosh bilan bermayman, oxirida beraman. Aha, xo'p. 300 ming so'm beraman. Aha, mayli, men ketdim. O'tiring shu yerda, odam kelsa, nima bilasizlar, mana kafemizdagi ham odam oldik. Ismi Reddi ekan. Reddini ishga oldik. Oyiga 300 ming bilan ishlatyapmiz. Endi nima deysizlar? Reddini oyiga 300 ming bilan ishlatyapmiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Endi biz ham uyga ketamiz. Davay, endi mashinaga minamiz va uyga ketamiz. Sizlar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Biz tezda bu kanalda 1000 obunachiga erishishimiz kerak. Mashinani yoqamiz va ketamiz. Tak, videoga like bosinglar, xayr.